Yaxshimisiz? Xush kelibsiz bankimizga. Rahmat. Biz mijozimiz bizga endi qanaqa kredit turlari bor endi? Shu bank mijoz pullarini Qanaqa kredit olmoqchisiz? Imtiyozlimi yoki mikroqarzmi? imtiyozli kreditlar. Imtiyozli olsangiz, mahalla bo'yicha mahallada hokim yordamchilari bor. Hokim yordamchilari tomonidan ariza qilasiz. Hokim yordamchisi sizni ko'rib chiqib, tavsiya beradi. Sharoitingizni o'rganib chiqib, issiqxona, parrandachilik, tikuvchilik, chorvachilik, kasanachilik, texnik ta'mirlash hamda qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalari, motokultivator shu kabi yo'nalishlarga kreditlarimiz bor. Issiqxonaniki 7 yil, 3 yil imtiyozli davri bilan, qolgan yo'nalishlari 2-4 yil, 1 yil imtiyozli davri bor. Yaxshi, endi shularni amalga oshirishda nima ishlar qilish kerak? Avvalo o'zingiz band qilasiz, keyin ariza berasiz. Hokim yordamchisi tavsiya bersa, keyin borib davlat xizmatlaridan elektron ключ olib tasdiqlaysiz. Yaxshi, endi shu birinchi o'rinda hokim yordamchisiga uchrashishimiz kerak ekan-da. Hokim yordamchiga borib uchrashasiz.